Assalomu alaykum TV Bozor programmasidan aziz ko'rmanlar. Balkim bizni buncha aldirab nega manganda deb qolgansizlar? Biz sizlarning aram elish kunlaringlardan mamnun o'tishni, charchaganda rasa hardug'larni chiqarib ishinglarni ko'z tutib, mana TV Bozor programmamiz orqali eng to'lan bahodagi Tayland sayohat fursatini elib kelish oldida turibmiz. Qani, yuringlar. Bir ko'yg'imi Ülker mahsuloti setib olasizsiz. Ülker Hoppi shokoladli gofret. Bir ko'yg'imi Ülker mahsuloti setib olasizsiz. Ülker Hoppi shokoladli gofret. Metro. Indirgan kilovatman demaydi. Ülker Metro. Şinjan Al-Xush urug'chilik cheklik shirkati uzun yillik izlanish orqali Jungudagi kuchli kimyo o'g'itchilik korxonasi Oltinpil guruhi bilan hamkorlashib, Al-Xush markasidagi bir yurish a'lo sifatli birikma o'g'it va o'riyalarni bozorga soldi. Bu bir yurish o'g'itlar Şinjan tuprog'iga moslashtirib ishlangan bo'lib, sufat ishonchli. Shirkat bu o'g'itlarning yangidan bozorga selinish munosabati bilan mukofotlik setish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Traktor, motosiklet, to'nglatqu, avtomatik kiralg'u, yarim avtomatik kiralg'u qatorliq katta mukofotlar sizni kutmoqda. Mo'l usul olay desangiz Al-Xush o'g'itlarini ishlating. Al-Xush o'g'itlari Tom bileklarda. Küçtüngür azmatlarning qomatida aks etkini Malayziyaning esil nimeti biyatda vitaminli quvvat ichimligidir. Quvvat bo'lsa, tanga eng yaxshi tanlashdir. Shubihidan xoli biyatda quvvat ichimligini sizmi taniysiz? Biyatda. Oyingiz sizdan qanchalik yiroqlikda? Balkim mushu gitar bilan yoki biror nota bilan va yoki oldingizdagi mavi ekran bilan amalga oshib kelishi mumkin. Sizga tasavvuringizdan halqagan quvvat ato qiladigan Kungniu vitaminli quvvat ichimligi. Geldi. Sen çay demle. Ben işe gideceğim. Asılın. Kene çay gelin var. Vah. Acayip okşaptı bu çay. Bizden tağıl kanun sizin başında etken çay yaxşı okşaydı. Sizge rahmet. Çayını acayip yaxşı etmişsiniz. Vay ançılı emez ko. Ben ettim çayını rahmetullah. Vay kandaklar siz etsiz. Bu benim uyum tutsam. Ben ettim. Cem. Sizler kaçırmadım etken çayını yaxşı etken. İhlas primoğu bu. Hemmisi biledi. Bilivaptı. İhlas meyğizlik ferimaları. Omak kozam xushvaqt buvoqlar praniklarini ishtaha bilan yeng. Buvoqlarimiz ehtiyoji bo'yicha ko'ktat javhari, guruch uni, tuxum, asal, sut qatorliq oziq moddalar qo'shilgan. Har xil vitaminlar to'liq. Esil nekmat tabiiy quvvat. Xushvaqt buvoqlar baba praniklari. Indirgan kilovatman demaydi. Ülker Metro. Buvoqlarimiz kunda sabiylar buvoqlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarning buvoqlarni sabiylar buvoqlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Endi tatliqlarimizdan so'rab baqaylik. Sabiylar quvvat bo'lmoqining o'rniga boshqa bo'lmoq yeb boqamsizlar. Yo'qmi? Undaq bo'lsa sabiylarimiz sabiylar buvoqlar quvvat bo'lmoqidan ayrilmasin. Sabiylar buvoqlar quvvat bo'lmoqi.
turlarning eng yaxshi kartisi yangidan bozorga silindi. Yoqtirg'ingiz, xohlig'ingiz, orzuyingiz, xo'shalligingiz, e'tibor sizning, rozimanlikmi sizning? Sözleşişiniz köp olsa meşrep sama kartısını tanla. 800 minut sözleşiş vakti bilen tangoçu muğdişi alaysız. Muzikalı kongratı behriman bolısınız. Tor kumarı bolsanız tor yar kartısını işin. Çıkıcı tor ekin 30 saat W'len vakti. Meşrep küyütse azalık. Meşrep ekranında behriman bolısınız. Bozorunuz köp. Hoşallıkınız. Onu demek. Jungo köşme haberleşişi. Metrolarning energiyasiga yangi energiya qo'shildi. Yep-yangi yer yang'aqliq metro. Buvaqlarimiz kunda sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarmi buvaqlarning sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Amdi tatliqlarimizdan so'rab baqaylik. Sabiylar quvvat bo'lmoqining o'rniga boshqa bo'lmoq yeb boqamsizlar. Yo'qmi? Undaq bo'lsa sabiylarimiz sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqidan ayrilmasin. Sabiylar buvaqlar quvvat bo'lmoqi. Jonghua Erlikshunoslik jamiyatining Shinjongdagi hay'at o'rni Bog'da doktorxonasi erlardagi jinsiy iqtidor normalsizligini nuqtali hal qiladi. Yurishlashgan davolash tartibi, kuyimchan va kasbchil davolash qo'shoni, zamonga loyiq tekshirish va davolash uskunalari, pokiza va go'zal bo'y, muvofiq baho, maxfiyatlik saqlashga bo'lgan kasbin tuzum, o'xshash kasblarning hurmatiga erishdi. Sog'lom ayol, muhabbatlik oila Bog'da doktorxonasi. Erlikshunoslikning sarkisi Bog'da doktorxonasi. Bu ailedeki tuncu qitim ülker bebe yegan boğak hazır 15 yaşga kirdi. Hazır bu uyning hamma yerda ülker mahsulotlar bor. Bu ailede her bir qutluk sahar ülker bilan boshlanadi. Bu ailedeki cho'ng kichik hammasi ülker yeyishni yaxshi ko'rdi. Bolalar her kash dadisining ülker ib kelishini taqazzolik bilan kutadi. Dadisini sart uzatganda yanla ülker deydi. Mashhur nomi bilan, esil ta'mi bilan, jilladur siz bilan ülker. Samba kokus şokolad, süt qaymoqliq chokonat, Meg'iz fendek festival, dasturxonliq shokolad. Vah, romantika. Alpen shokolad kamputlari. Alpen. O'smirlar kanalini suyib ko'raman. 10 yillik izdirg'a hamdam bo'ldim men. Yangi kino, televiziya teatrlari Tilsim karton şehirde kezip yürüdüm ben. Kar leylisi kamen talant seknimiz, bille yügüneyli hoş dil bakçımız. Her millet dostlar kuşal oldurup, Şinjanlık yakşı ösmürdün süyinimiz. Ösmürler kanalını görüp, balılıkımızı kuşal ötküzeyli. Çalışınca, yorulunca, haydi sen de ver bir mola. Dubay Mahmud qahvasi. Yaxshi loyihalar moslashtirilsa, ko'rkam nusxalar borliq keladi. Qo'ligul ustalarning hamkorligida mukammal asarlar ro'yobga chiqadi. Esilroq, Turkiya va Italiya o'zgacha kostyum nusxalarining mujassimi, mo'tabar kostyumlari salobatingizga salobат qo'shadi. Çalışınca, yorulunca, haydi sen de ver bir mola. İşte mola keyfi, işte mola. Dubay Mahmud qahvasi. Avtomobil ishlashga 4 cho'ng texnika Jinpeng toksikiltini yuqori sifatga ega qilgan. Ilg'or texnikaning mahsuli Jinpeng toksikil. Tok diyeceymen deb hava taşıgıçını işletmeginiz, özünüzde azaplıqınız emasmı?
Mayday o'zgarishchan chastotli havo tangshig'ichga bir kechada faqat 1 kilovatlik tok ketadi. Tok tejayman desangiz, Mayday havo tangshig'ichini ishlating. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugun 5 yanvar dushanba. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan muhim mazmunlarni tanishtiramiz. Abdulum raylik partikom doimiy komiteti kengaytirilgan yig'in ichib markaz yezi xizmati yig'in ruhini yetkazdi va izchillashtirdi. Jang Chunshan yig'inga riyosatchilik qildi va so'z qildi. 2014-yilni uzitib 2015-yilni kutib oldik. Yangi yil yangi boshlanish bo'lib, yangi yilda umidlarga to'lamiz. Stansiyamiz bugundan boshlab Salom 2015-yili nomli maxsus sahifa ta'sis qildi. Bugun oldi bilan jamiyatning eng kichik hujayrasi bo'lgan mahallani ko'rib boqaylik. Abdulum rayonimiz qurilganligining 60 yilligini tabriklash mazmun qilingan tuman hikoyani vatanga taqdim qilish temasidagi cho'ng tipdagi yurishlik faoliyatning biri Xinjiang hikoyasi temasidagi surat ko'rgazmasi Beijing universitetida o'tkazilib, ommaning turmushdagi o'zgarishlar va baxt tuyg'usi namoyon qilindi. Abdulum rayonimiz 110 ming oilalikdan ortiq ko'chman chorvachini muqim o'ltiraqlashtirib, 12-chi 5 yillik plandagi nishon vazifasini muddatdan 1 yil burun tamomladi. Abdulum raylik partikom tunugun tushdan burun doimiy komitet kengaytirilgan yig'ini ichib, markaz yezi xizmati yig'inining ruhini yetkazdi va izchillashtirdi. Partiya markazi komiteti siyosiy byurosining a'zosi Abdulum raylik partikomning shujisi Jang Chunshan yig'inga riyosatchilik qildi va so'z qildi. Yig'inda markaz yezi xizmati yig'inining ruhi yetkazildi. Jang Chunshan mundaq dedi. Markazning yezi xizmati yig'ini elimiz iqtisodiy taraqqiyoti yangi doimli holatga kirgan, yezigiligi yezi taraqqiyoti yangi bosqichga yuzlangan ochqishliq mazgilda ochilgan muhim yig'in. Bosh shuji Xi Jinpingning yezigiligi yezi taraqqiyoti to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi va Zongli Likochangning muhim so'zi yangi mazgilda yezigiligi dehqonlar xizmatini yaxshi ishlashda rioya qiladigan mezon. Biz yezigiligining taraqqiyot shaklini o'zgartirish qadamini tezlatishning muhimligi va ta'xirsizligini to'liqlanib, markaz yezi xizmati yig'inning ruhini yetkazib o'rganishimiz, yaxshi izchillashtirishimiz kerak. Jang Chunshan mundaq dedi. Partiya markazi komiteti Goviyan va Abdulum raylik partikom hukumatning kuchli rahbarligida 2014-yil Xinjiangning yezigiligi yezi xizmatida yaxshi natijalar qo'lga keltirildi. Dehqonchilik, bog'bonchilikda mo'l usul elindi. Dehqon chorvachilarning kirimi muqim eshib, kishi beshi o'tirish kirimi 1000 yuan ko'paydi. Paxta nishon bahasi islohoti xizmati tartibli yo'lga qo'yildi. Oshliq ishlab chiqarishda mahsulot uda 7 yil oshdi. Har millat kadrlari yezigiligi dehqonlar xizmatini yaxshi ishlab, isloh qilib, yangilik yaratib, qiyinchilikni yengib, ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Bu natijalar muayyanlashtirishga arziydi. Jang Chunshan munolarni ta'kidladi. Tashabbuskorlik bilan yangi doimlik holatga ichimlikki Xinjiang Al-Xush urug'chilik cheklik shirkati uzun yillik izlanish orqali Jungodagi kuchli ximiya o'g'itchilik korxonasi Oltinpil guruhi bilan hamkorlashib, Al-Xush markasidagi bir yurish a'lo sifatli birikma o'g'it va o'riyalarni bozorga soldi. Bu bir yurish o'g'itlar Xinjiang tuprog'iga moslashtirib ishlangan bo'lib, sufat ishonchlik. Shirkat bu o'g'itlarning yangidan bozorga selinish munosabati bilan mukofotli setish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Traktor, motosiklet, to'nglatqu, avtomatik kiralg'u, yarim avtomatik kiralg'u qatorliq katta mukofotlar sizni kutmoqda. Mo'l usul olay desangiz, Al-Xush o'g'itlarini ishlating. Al-Xush o'g'itlari Assalomu alaykum TV Baza programmasidan aziz ko'rmanlar. Balkim bizni buncha aldirab nega manganda deb qolgansizlar? Biz sizlarning aram ilish kunlaringlardan mamnun o'tishni, charchaganda rosa hardug'larni chiqarib ishinglarni ko'zimiz. Bu mana TV Bazar programmamiz orqali eng to'lan bahodagi Tayland sayohat fursatini elib kelish oldida turibmiz. Qani, yuringlar.
Bir qo'yg'imi Ülker mahsulotini setib olasizsiz. Ülker Hoppi shokoladli gofret. Bir qo'yg'imi Ülker mahsulotini setib olasizsiz. Ülker Hoppi shokoladli gofret. Metro. Energiya degan kilovatt emas demaydi. Ülker metro.